Ilhom aka, Labbe, mana 2008-yildan beri shu sohada ishlab kelyapsiz, ya'ni uy-joylar bilan. da. Sizni optingiz juda katta. Shuning uchun bizning obunachilarimizdan sizga savol bo'lyapti. Uy oldi-sotib qilayotganda nimaga e'tibor berishlari kerak? Xo'p, bismillah. Albatta bu savol juda ham o'rinli va o'zining kuchiga ega. Ana endi asosiy mavzuga o'tadigan bo'lsak, do'stlar, uyga keldingiz, ko'rdingiz, yoqdi, narxi sizga to'g'ri keldi. Zadati qoldirishdan oldin albatta hujjatni ko'rishni unutmang. Va hujjatda ko'rsatilgan shaxs, ya'ni uy egasi o'zi shaxsan bo'lishi kerak. Va undan turmush payti olingan yo turmushdan oldin olingan, buni ham so'rab aniqlashtiring. Agar turmush payti olingan bo'lsa, turmush o'rtog'ini ham chaqirtiring. O'sha zaksini ko'ring, pasportlar bilan solishtirib, o'zingiz amin bo'ling o'z ko'zingiz bilan. Ularni o'rniga dodasimi, adasimi, xolasimi, jiyanimi biz olamiz, u rozi bo'ladi, bu narsaga ilinmang. O'zi bo'lishi, o'zi zadatni yozsin, sotayotganini, roziligini, muddatini hamma. Zadat masalasini alohida aytib o'tamiz, xudo xolasa kelajakda. Bu alohida masala. Va turmush o'rtog'ini ham qo'l qo'ydirishni unutmang. Bundan keyin hujjat ko'rganingizdan keyin uyda kim ro'yxatda turibdi, buni ham aniqlashtirishni aslo unutmang. Vaqtinchalik ro'yxatda turadigan insonlar bu qiziq emas. Bu notariusda hech qanaqa asosiy rolni o'ynamaydi. Asosiysi doimiy ro'yxatda turadigan insonlar va ularga notariusdagi beradigan roziligi. Ularni ham iloji bo'lsa, ular bilan ham suhbat o'tkazing, ya'ni ular ham qo'l qo'yilishiga amin bo'ling. Agar videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, tanishlaringizga jo'nating, ayniqsa uy olaman deganlarga. Va yana qanaqadir savollaringiz bo'lsa, kommentariyada savol bering. Xudo xolasa bu savollarga javob berishga harakat qilamiz va kelajakda shunaqa foydali, manfaatli kontent qilishga siz uchun harakat qilamiz. Bizni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.